Penalti oldidan darvozabon to'satdan o'rta shtangaga qo'l tegizganda hech kim bu nima ekanligini tushunmadi. Penaltini tepuvchi allaqachon tayyor turardi. Butun stadion jimib qoldi. U odatdagidek tayyorlanish o'rniga g'alati bir imo-ishora qildi. To'g'ridan to'g'ri o'sha joyda turgan hakam bir soniya ham ikkilanmadi. Sariq karta. Skameykadagi murabbiy g'azabdan portlab, darvozabonni tepuvchini chalg'itmoqchi bo'lmaganiga qasam ichdi. O'yinchilar hayratda. Bunday g'alati ogohlantirish oldidan u qanday xotirjam turishi mumkinligini tushuna olmasdi. Lekin penalti nihoyat bajarilgan o'sha lahzada hamma narsa o'zgardi. Darvozabon umuman dovdiramay ajoyib qat'iyat bilan o'zini otdi. U to'pni burchakka uchib borayotgan paytda ajoyib harakatda yo'nalishdan olib tashladi. O'sha g'alati imo-ishora, sariq karta, butun chalkashlik, bularning hammasi endi muhim emas edi. Muhim bo'lgan yagona narsa bu to'xtatuv. Eng kutilmagan lahzada